Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz futbol ixlosmandlari, aziz futbol ishqibozlari, hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman. Bitta gap aytaymi? Temur Kapadzeni norozi qilib, shu odamni olib kelib o'rniga qo'yganinglar uchun ham uni ichidan qanchalik qirindilar o'tganini bilsanglar agar, men his qildim shu narsani. Kapadzeni o'ziga bunday e'tibor qilsangiz, tushkunlikka tushib qoldi-da. O'zingiz o'ylang. Shuncha qiyinchilik, qiyin yo'llarni bosib jahon chempionatiga olib chiqib qo'yib turib, endi uni chetga chiqarib qo'yib turib, tayyor oshni birovga yedirsa, kimga alam qilmaydi? Temur Kapadze shunaqa inson edi. Men 100% bo'lmasa ham 99% javob berardim. Hech bo'lmasa yarmiga da olib borardi shu bo'lganda. Temur Kapadzeni ichi og'rib qoldi. Shuni anaqasi hamki, jinday ana bo'ldi shekilli deyman-da, yana bilmadim. Hammanglar sog' salomat bo'linglar, tinch bo'linglar.